Qarang, tog'da yurganim yo'q. Uzoq yo'llarga yurganim yo'q. Faqat shu shaharning ichida yuribman. Rasxodim 607 ko'rsatyapti. Mana hozir yaqinlashtiraman. 607. Bo'lmasa hozirgina 609 edi. Bu nimagadir pastga qarab ketyapti. Ustaga telefon qildim. Usta dedim, hozir gazlar yo'q, benzinda yuribman, rasxodim baland. 11-12 desam, aka dedi, kelsangiz men sizga bitta programma urib beraman. To gazlar ochilguncha shu programmada yurib turasiz dedi. Mayli deb o'tkazib oldim, meni programma qilib berdi. Endi qarasam, vроде бы yomon emas, mashina ham normalniy. Endi shaharning ichida maza qilib haydab yuradigan mashina anaqa, nima deydi? Programma ekan. Lekin rasxodi ham yomon emas. 607 litr ko'rsatyapti. Bo'lmasa 3-4 kundan beri yuribman. 0 ga qo'yib tekshirib ko'raman dedim. Mana ham qarang. Ko'rsatishlari. Shu. Endi bir yaxshi programma chiqib qoldi o'shan, sizlarga ilindim. Endi telefon qilasizlarmi, qilmaysizlarmi, endi o'zingizlarning ishlaringiz. Bu reklama emas. Bu shunchaki bir oddiy bitta bolani, ana kichkina bitta bolachani, ana oddiy sodda bolani yozib bergan programmasi. Sizlarga ilindim. Ko'bilchilar qalban birgamiz.